Hozir agar xabarlaringiz bo'lsa, turkiy tilli davlatlar o'rtasida bizning Farg'ona viloyatimizning Qo'qon shahri turk dunyosining poytaxti maqomini oldi. Bu nima degani? Ya'ni Qirg'iziston, O'zbekiston, umuman barcha turk tilli davlatlarda o'rtasida bu turizmga juda ham katta berilgan baho. Shuning uchun biz qo'shni davlatlarimiz bilan bordi-keldilarni yo'lga qo'yapmiz. Bu borada turizm borasida mana xabarlaringiz bor. Biz anklav hududimiz Shohimardon qishlog'iga albatta Qirg'izistonda Qadamjoy rayoni bilan o'tishga to'g'ri keladi. Biz bugungi kunda Qadamjoy hokimiyati bilan Farg'ona tuman hokimiyati o'rtasida memorandumlar imzolaganmiz. Maqsadimiz bordi-keldini ko'paytirish. Shu o'tayotganda nafaqat tranzit vazifasida, balki o'sha yerda turizm biror kun bizni fuqarolarimiz, turistlarimiz qolib, u yerda Qadamjoyda chiroyli mehmonxonalarda yotishni xohlashadi va chiroyli joylarda dam olishlarini xohlashadi. Shuning uchun biz Qadamjoy hukumati bilan kelishdikki, shu keng ko'plab turistik obyektlarda ochilishi, dam olish zonalarini yaratsa, albatta kelajakda bizni Shohimardonga boruvchi fuqarolarimiz Qadamjoyda bir kun qolib, keyin Shohimardonga o'tishlarini rejalashtirganmiz. Qoraqalpog'istondan tortib, Voha tomonidagi viloyatlarimiz O'zimizni mana uydan tashqari mana ko'rib turibsiz, hammasi qiyiladigan, qaychilar qiyamiz, mana shu kichkinaligidan tortib. Mana ular ham yasaladi bog'chalarga. Shu aytdilar shu. Har xil kiyik, bundan yerni ko'ramiz, tekshiramiz. Ha, yuraveringlar mana. Daromadingizni ham yashirmay aytib qo'ying. Daromadda mana shu harakatsiz. O'yimizda ertadan keyin yozga sotadigan qilib tuvakka ekib tashlaymiz. Endi saraton bilan tuvakni olib borib ekaveramiz, ishonarli bo'ladi. Yerdan ko'chirsangiz turib qoladi-da, bak chiqaraveradi. O'shuning uchun mana bu ponni tuvakka o'tkazamiz, tuvakdan ekib beramiz. Yana bir 15 kundan keyin ponni mana shu eshik tuvak bilan to'ldir bo'ladi. Ko'chatlarni otarmaysan mana. Bu zimni palma. Mana o'sha. Bu mushmulla daraxti. Xitoy o'rigi. Bular hammasi qishi bilan turaveradi, ham meva qiladi, ham mazali. Mana shu ayolda o'zi $10,000 har oyda daromadi bor. Mana shu ko'chatchilikda o'zi. Mana Pavloviyani 4 yilda shunchalik bo'ldi. 4 yilda shuncha bo'ladi. Mana shu hali quralarga yutib bergan. Mana qilib qiyamizda shakl berib. Hali 2 sotikli eshiklarga qiymasangiz katta bo'lib ketadi. Turi bor o'zimizda. 3 turi bor. Shu urug'idan ko'paytirasiz. 20 gradusga turadigani bor. Bundan ham nimarog'i. Bu o'rtachasi. Bundan pastrog'i bor. Xonalarga, basseynlarning oldiga. Bu endi necha yillik mana shu? Ha, delfinlarni yasaymizda, nimani basseyn ham qilamiz, sharshara ham qilib ichiga gulam ekib beramiz. Hali suvlarni tushib turadigan qilib beramiz. Siz hozir bularni qilasiz, tushunishingiz bo'yicha endi qirg'izchanda. Bularni mallar satasida qaytarib o'rniga kesib qanday qilasiz? Misol tuyakka chiqarganlaringizni aytasiz-da. Masalan, manolardimi? Yo'q, o narafdagilar bay kelgan. Sotiladi olinadi. Qalamcha qiladigani bor. Ha, shuni aytasiz. Maydalari 3000 dan tortib bor. Mana qiz bor. Mana qara. Yo'q, yashamagan. Muxtar. Muxtar. Qishdan ko'payadi. Qalamchasidan ko'payadi, qishni sevadi, qorni sevadi.
qishi bilan unchalab turib, keyin nimaga Navro'zga ochilib beradi. Maygacha ochiladi, gulini tepsiz to'kilmaydi. Tashqarida so'radi. Mo'lar ham qalamcha qilinadi. Mana shu kuzgacha turadi bu ham ochiladi, ham baki bilan manzara beradi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi. Mo'lardan ham urug' olamiz. Galboy yildan. Galboy yillar ham urug' qilyapti. Shogirdlar ham ko'p. Dalada 20 ta ishchi ishlatamiz ayol kishi. Mana uyda 15 kishi ish bilan ta'minlangan. Men ham o'zi ko'chat qurishmi, bunaqalarda o'stirilmayman-da. Ko'rib chiqdik. Ayovay yaxshi ishlatdir, gullardan har turli sortlar bor ekan. Tanishib chiqdik. Kelajakda shu tajriba almashuv bo'yicha biz dag'ini aytib o'tishimizda. Shu yerlarga joy etib, shunday ko'chatlar o'stirish bo'yicha barib ayol hukumat boshliqlariga, ellarga tushuntirishgan nuqtamiz. Bugungi ishlar ayol yaxshi o'tadi. Shu tajriba almashuv bo'yicha bardagilar turlar yaxshi ekan. Buna kelishib qolsak, shunday bir seyil vaqtlarini qurib o'shirganda shunday gullar bilan ko'ptandurga ayol yaxshi gullar bor ekan turlari. Kelishasida yaxshi ekan, tushuntirib har bir gul bo'yicha tushuntirma berdi. Yaxshi ishlar jasadi. Rahmat kelajagiga davlat. Bizga sog' bersin, xudoy xohlasin. Buni ichini sim bilan to'qiysiz, ustini mana bu nimani sun'iy gazon bilan o'rab chiqasiz. Xohlagan shaklingizda qilib berilaveradi. Bog'chalarga, pensionatlarga, maktablarga juda chiroyli chiqadi bular. Hamma qanaqa hayvon bo'lsa hammasini qilib. Mana bu yil ko'kalamzorlashtirish bo'lib ko'p bo'ldi. Avloniyangiz qancha? Avloniya daraxt ko'chati 5 mingdan tortib 20 minggacha bo'ldi. Opa, ana shu palma